munosabat bilan Qo'rg'ontepa tumanining Bo'rlik qishlog'i tuman faollari va soha xodimlari ishtirokida o'tkazilgan tadbir jarayonidan muxbirimiz xabar beradi. Yo'l, u xoh avtomobil, xoh havo yo'li, xoh temir yo'li bo'lsin, bir xil maqsad sari xizmat qiladi. Ya'ni qishloq va shaharlarni bir-biri bilan bog'laydi. Insonni ko'zlagan manziliga eltadi. Andijon shahridan yo'lga chiqqan poyezd avvallari qo'shni Qirg'iziston Respublikasini kesib o'tib, so'ng Xonobodga kirib kelar edi. Tabiiyki, bu yo'lovchilarning ham vaqti, ham puli ortiqcha sarflanishiga sabab bo'lgan. Endi esa bu kabi ortiqcha ovoragarchiliklarga chek qo'yiladigan bo'ldi. Chunki Andijon Savay Xonobod yo'nalishiga yangi 10.8 kilometrlik temir yo'li yotqizildi. Shu munosabat bilan soha xodimlari, Qo'rg'ontepa tumanining faollari yo'lning so'nggi ulanish nuqtasiga tashrif buyurishdi. Dastlab nuroniylar tomonidan Qur'on tilovati o'qildi. So'ng ushbu yo'l xalqimiz manfaati yo'lida uzoq yillar xizmat qilishi, bu kabi ezgu ishlar aholi farovonligi ortishiga, yurtdoshlarimizning uzoq yaqin bo'lishiga zamin yaratishi mamnuniyat bilan ta'kidlandi. Shundan keyin ikki tomondan kelgan temir yo'lini bir-biri bilan bog'lab turuvchi relslar tushirilib, ulash ishlari yakuniga yetkazildi. Bu yo'lda boshlanishi muhtaram yurtboshimizni ko'rsatmalari bilan bo'ldi. Bunga mana O'zbekiston temir yo'llari kompaniya rahbariyatlari, viloyat hokimligidan amaliy yordamlar bo'ldi. Shu qurildi. Boshlanishi 2019-yil 8-dekabr kuni boshlandi. Mana 2 oy mobaynida mana shu yo'l qurilib, mana bugun ulanish kuniga keldik. Bu yo'lning qurilishi sababi Xonobod bekati O'zbekistonning boshqa hududi bilan Xonobod shahri uzilib qolgan edi. Shu ulanib, mana yo'lovchilarga, ish bilarmonlarimiz yuk tashishiga katta yo'l ochildi. Oldin mana 25 kilometr bo'lgan bo'lsa ham 3 soatdan oshib ketardi Xonobod shahriga yetib borish uchun. Hozir mana bu yangi yo'lda nasib qilsa yarim soatda yetib borishni rejalashtiryapmiz. Necha yillardan beri orzu qilgan niyatlari ro'yobga chiqdi. Hammamiz xursandmiz. Bu qurilishda qatnashgan barcha viloyat hokimlari, temir yo'l sohasidagi kattalar, nimalarga hammasiga rahmat aytamiz. Endilikda ushbu muhim yo'l nafaqat yuk va yo'lovchi tashish sifatini oshiradi, balki davlatimiz iqtisodiyotining rivoji yuksalishiga, fuqarolarning farovonligi ortishiga ham xizmat qiladi. Undan tashqari, Xonobod shahriga keluvchi turistlarga ko'rsatiluvchi xizmatning yanada rivojlanishiga, tadbirkorlik kengayishiga ham zamin yaratadi.